u endi gap emasda. Biz hozir qanaqa qayg'uda o'tiribmiz. Men qarab, bolangni menda narsalar bir ikkita narsalari bor dedi. Men material yig'ib qo'yganman, men ommaga chiqarib yuboraman dedi. Uni haqqi yo'q bunaqa qilishga. Men yiqqan taqdirda. Unga kim uni yig'sin deb aytdi. Mening qizimga yomonlik qilgan joyi yo'q-ku. Men yavni bu yerda bor-ku, ana u xonadagi videoda ko'rsangiz, xonada haqiqatan qotillik bo'lgani bilinib turibdi. Nechta isbot turibdi yerda ko'rsangiz. Oddiy inson topolyapti-da u narsani. Bu yerga kirib olib, qo'liga anaqa paqqalatib bir pistoletni olib, o'zicha tergov qilyapti. U tergovchi emas-ku. Unga kim vakolat berdi, ayting? Kim o'zi u vakolat bergani kirib tergovchilik qiladi? Buning uchun u отдельно javob beradi. Men qizimni haqida gapirgan har bitta gapi uchun men uni shu kungacha yomon gapirib kelmadim. Rahmat, meni bolamni olib kelishga dokumentarni yordam bergan, uni elchixonadan o'zim ham qila olardim, yugurgandi. U meni xohlamadi borishimni, boshdan xohlamadi. Boshidan bosh xohlamadi. Bu yerda mana shunaqa qotillik bo'lgani uchun xohlamagan ekanda, kelsa janjal bo'lib ketadi deb xohlamagan ekan. Menga aytishyapti, kodini parol ocholmadik deyapti. Kirib qizimga yordam berish ilojisi bo'lmadimi desam, biz ocholmadik deyapti videoda. Shunday olib kirib berishyapti, bemalol ochib kiryapti. Keyin sizlar buni ochib kirib yurgansizlarmi desa, ha, bu Sirojiddin bilardi deyapti. Biz tushunmayapmiz. Voshe jumboq narsa ko'p bu yerda. Judayam savollarim ko'p-da bularga, bilasizmi? Judayam ko'p. O'sha голосовойni pasaytirib eshitsangiz, meni qizimni birov bo'g'ib turgan. Qara, o'lib qoladi bu hozir, o'lib qoladi degan. Ha, o'lib qoladi degan. U yoqdan u aytganki, o'lsin deganda, baribir kiyim bo'lsa ham o'ldirardim degan, o'sha joyda yarimta bo'lib qolgan. Kiyim bo'lsa ham o'ldirardim degan. Kesilgan. Kecha biz uni o'sha joyi kesilgan, ozgina. Oxirigacha yetib bormaganda bularga. O'zimizda biz programmada solib, o'sha eshitdik, sekund bilan hammasini. Baribir bor ichida, o'shaning ichida ham bordi, tipirchilagan bu o'sha yerda. Больницada beryapti, больницada jon berdi. Biz umuman tushunmayapmiz hech narsani.